Assalomu alaykum detektiv ixlosmandlari. Siz Huquq va burch jurnali taqdim etayotgan detektiv audio ruknidasiz. Hozir siz tinglaydigan hikoya 20-asr Chex klassik adabiyoti vakili, mashhur yozuvchi, dramaturg va tarjimon Karl Chapik qalamiga mansub. Tarjimon Shavkat Yodgorov. Shoir. Odatiy voqea. Tongi soat 4da Jitnoy ko'chasida avtomobil mast kampirni urib ketib, katta tezlikda voqea joyidan g'oyib bo'ladi. O'sha avtomobil va uning egasini qidirib topish yoshgina politsiya komissari Mezlikka topshirildi. Ma'lumingiz kim? Politsiyada ishlayotgan yosh mansabdorlar ishga juda jiddiy yondashadilar. Dedi Mezlik 141 raqamli politsiyachiga. Shunday qilib siz o'zingizdan 30 metr narida tezda qochib qolgan avtomobil va yerda cho'zilayotgan tanani ko'rdingiz. Birinchi navbatda nima qildingiz? Jabrlanuvchiga birinchi yordam ko'rsatish uchun yugurdim. Oldin mashina raqamini eslab qolish kerak edi. Xotin bilan keyin shug'ullanaverardingiz. Umuman olganda, ehtimol men ham shunday qilgan bo'lardim. Xullas mashina nomeriga qaramagansiz. Xo'p, boshqa biron belgi alomatlari esingizdami? Menimcha, Dedi o'ziga ishonqiramay 141 raqamli politsiyachi. u to'q rangli edi. To'q ko'k ham, to'q qizil ham emas, lekin gulishtilidan chiqayotgan tutundan hech nimani ko'rib bo'lmadi. Xudo, xo'sh endi o'sha mashinani qanday topaman? Har bitta haydovchidan mabodo siz kampirni bosib ketmadingizmi deb so'rab chiqamanmi? O'zingiz ayting-chi, baraka topkur, nima qilish kerak? Ruxsatingiz bilan bir guvohni chaqirtirganimni ma'lum qilsam, lekin u hech narsani bilmaydi. Eshik yonida kutib turibdi. Chaqiring uni. Dedi Mezlik qovoq uyib. So'ng xonaga kirib kelgan yigitdan so'radi. Xo'sh, familiyangiz, turar joyingiz? Kralikyan, mexanika fakulteti talabasiman. Siz bugun ertalab soat 4da Bajena Maxachkovani noma'lum mashina urib ketganiga guvoh bo'lgansiz, shundaymi? Ha, yana shuni aytishim kerak. Bunda haydovchi aybdor. O'zingiz o'ylang, ko'cha bo'm-bo'sh edi. Agar chorrahati tezlikni pasaytirganda ham Voqea joyidan qancha uzoqlikda edingiz? 10 qadam. Og'aynimni olib ketayotgan edim pivoxonadan. Yitnoy ko'chasidan o'tayotganimizda Kim u og'ayningiz? Mendagi ro'yxatda u qayd qilinmagan. shoir Yaroslav Neret. Dedi guvoh faxrlanishini bilintirib. Lekin uning sizga biror naf tegmasa kerak. Nega endi? Nega desangiz, uning u shunaqa shoir tabiat. O'sha baxtsiz voqea sodir bo'lgan paytda bolaga o'xshab yig'lab yubordi va uyiga qarab yugurib ketdi. Xullas, biz Jitnoy ko'chasidan ketib borayotganimizda birdaniga qayerdandir mashina paydo bo'lib qoldi. Katta tezlikda uchib kelib, Mashina raqami? uzr, bunga e'tibor qilmabman. Men faqat uning juda katta tezlikda kelayotganiga e'tibor berdim. Va o'zimga o'zim mana Qanaqa mashina edi? 4 taktli ichki yonuv dvigateli. Bilag'onlik bilan javob qildi talaba mexanik. Lekin to'g'risi, mashina markasining unchalik ham farqiga boravermayman. Kuzovining rangi qanaqa edi? Mashinada kim bor edi? Usti ochiq mashinamidi yoki limuzinmidi? Bilmadim. Rangi menimcha qora edi. Umuman olganda, men unchalik e'tibor bermadim. Sababi falokat bo'lgan payti og'aynimga qarab, "Ko'ryapsanmi? Qanaqa yaramaslar bor. Odamni urib ketishdi, lekin aqalli to'xtamadi ham" deb turgandim. Bu albatta tabiiy holat. Lekin menga qolsa mashina nomerini eslab qolganingiz durust edi. Ta'jjub, odamlar nega bunchalik loqayd, a? Sizga haydovchi aybdor ekani aniq. To'g'ri xulosa beryapsiz. Bunaqa odamlar rostdan ham yaramas, lekin mashina raqamiga kelganda e'tiboringiz nol. Muhokama qilishni hamma boplaydi, lekin atrofni jiddiyroq kuzatishga kelganda, sizdan minnatdorman janob Kralik. Sizni boshqa ushlab turmayman. Bir soatdan keyin 141 raqamli politsiyachi shoir Yaroslav Neret yashaydigan xonadon qo'ng'irog'ini bosdi. Uyda Javob berdi xonadon bekasi. uxlayapti. Uyqudan uyg'ongan shoir qo'rqqanidan uxlayverib salqigan ko'zlarini politsiyachiga baqraytirib turaverdi. Uning kallasida nima qilib qo'ydim ekan degan savol charx urayotgandi. Politsiyachi bir amallab Neretga nima sababdan politsiyaga chaqirilayotganini tushuntirdi. Borishim shartmi? Ishonqiramaganday so'radi shoir. Baribir hech narsa eslolmayman. Tunda men biroz Shirakayf edingiz. Shoirlarning ko'pini bilaman. Kiyinib chiqing, kutib turaman. Yo'l bo'yi ular qovoqxonalar haqida, umuman hayot, samoviy hodisalar va yana boshqa ko'p narsalar haqida suhbatlashdilar. Faqat ikkovi ham siyosatdan og'iz ochishmadi.
Xullas, ularning do'stona va nasihatomuz suhbati politsiya idorasiga yetgunlarga qadar davom etdi. Siz shoir Yaroslav Neratmisiz? Siz bugun ertalabki soat 4 da noma'lum mashina Bojena Maxachkovani urib ketganiga guvohsiz, shundaymi? Ha, O'sha mashina qanaqa edi, shuni ayta olasizmi? Ochiqmidi, yopiqmidi? Rangi, ichida nechta odam bor edi, raqami? bilmasam, men bularga umuman e'tibor bermabman chog'i. Mayda-chuyda bo'lsa ham birorta tafsilotni eslab ko'ring-chi. Nimalar deyapsiz? Men tafsilotlarga umuman e'tibor bermayman. Unda marhamat qilib ayting-chi, nimaga e'tibor berdingiz o'zi? Xo'sh, umumiy kayfiyat. Haligi bilasizmi? Kimsasiz ko'cha, uzun, tong otar payti va yerda ayol qomati. To'xtang. Axir men uyga borgan zahotim bu haqida she'r bitgandim-ku. U cho'ntaklarini titkilab, hisob qog'ozlari, xat jildlar, g'ijimlangan qog'oz bo'laklarini chiqara boshladi. Bu emas. Bu ham emas. Aha, mana bu bo'lsa kerak. U shunday deb, xat jildning teskari tomoniga yozilgan satrlarni o'qiy boshladi. Menga ko'rsating-chi. To'g'risi, buni she'rlarimning yaxshilaridan deya olmayman. Ammo istasangiz uni o'qib berishim mumkin. U ko'zlarini shiftga qadab olgancha qiroatini keltirib she'r o'qishni boshlab yubordi. Qorong'u uylar saf tortgan, 1-2 to'xta jim. Subuh kuyin boshlagan chog'da, nega ey qiz, nega qizarasan? 120 ot kuchli mashinada dunyoning chekkasiga ucharmiz, yo Singapur sari yo'l olarmiz. To'xtating. Yo'q, u to'xtamas, uchib ketmoqda. Tuproqqa belandi singan bir lola, ehtiros so'ndi, bo'shliq, unutish. Oqqush gardani, kishan, nag'oraning bir juft tayog'i, bamisli fojia nishoni. Bori shu. Uzr, bular nimanidir bildiradimi? Bu yerda gap nima haqida boryapti o'zi? Nima haqida deganingiz nimasi? Mashina bilan bo'lgan voqea haqida albatta. Tushunmadingizmi? Unchalik emas. Negadir men bulardan iyulning 15-kuni tongi soat 4 da Jitniy ko'chasida falon raqamli avtomobil mast holatdagi 60 yoshli faqir kampir Bojena Maxachkovani urib ketgani, jabrlanuvchi shahar shifoxonasiga olib ketilgani va hozir uning ahvoli og'ir ekaniga bog'lasa bo'ladigan hech narsa topolmadim. She'ringizda bu faktlardan birontasi haqida so'z ham yo'q. Uzr, lekin shunday. Bu tashqi faktlarning barchasi g'aliz voqelik xolos. Nazm esa bu botiniy haqiqat. Nazm bu shoirning ong ostida tug'ilgan monesiz surrealistik obrazlar. Tushunyapsizmi? Bu ko'rish va eshitish tuyg'ulari uyg'unligi bo'lib, o'quvchi buni his qilish kerak. Ana shundagina u tushuniladi. Marhamat qilib ayting-chi. Xo'p, mayli. Ana shu asaringizni menga bering qani. Minnatdorman. Shunday qilib bu yerda nimalar haqida gap boryapti? Qorong'u uylar, sof tortgan 1-2 to'xta jim. Nega saf tortgan? Shuni tushuntiring-chi. Jitnoy ko'chasi-ku bu. Uylar ikki qator, tushunyapsizmi? Nega bu, masalan, Milliy prospektni bildirmaydi? Nega bo'lardi? Milliy prospektdagi binolar bunday tekis joylashmagan. Xo'p, davom etamiz. Subh kuyini boshlagan chog'da uni tushunsa bo'ladi. Nega ey qiz, nega qizarasan? Uzr-ku, bu yerda qiz nima qilsin? Shafaq. Haya, uzr so'rayman. 120 ot kuchli mashinada dunyoning chekkasiga uchiramiz, yo Singapur sari yo'l olamiz. Chamasi avtomobilni shunday idrok qilganim bo'lsa kerak. U poyga mashinasimidi? Bilmadim. Bu shunchaki shiddat bilan yeldek uchgani uchun bo'lsa kerak-da. Xuddiki dunyoni narigi chekkasiga shoshilayotganda edi. Aha, masalan, Singapurga shundaymi? Xudoyim-ey. Lekin nega aynan Singapurga? Bilmadim. Ehtimol u yerlarda malayaliklar yashagani uchundir. Bunga malayaliklarning nima daxli bor, ha? Balki mashina jigarrang yo malla bo'lgani uchundir. U yerda albatta mallarang nimadir bo'lgan. Bo'lmasa Singapur qayoqdan paydo bo'ldi? Ammo boshqa guvohlar avtoning rangi ko'k, to'k qizil, bir xillari qora ekanini aytishdi. Kimga ishonishim kerak? Menga. Men aytgan rang ko'zga yaqinroq. Tuproqqa belandi singan bir lola. Bu endi mast kampirsho bo'lsa kerak. Men u haqida bunday yozishim mumkin emas. U ayol kishi edi, tamom assalom. Tushunarlimi? Shunaqami? Unda bu nima? Oqqush gardani, kishan nog'ora. Monesiz hislarmi? Ko'raychi. Oqqush gardani, kishan nog'ora, bu juft tayoq. Bu nimani anglatsa ekan? Men ham xuddi shuni so'rayapman sizdan. Shoshmang.
Bu obrazlar menga nimadir so'zlayapti. Aytingchi, sizga ikki raqami oqqush bo'yinini eslatmaydimi? Qarab ko'ring. Aha. Xo'sh, mana bu oq kishan, U 3 raqami-ku. U ikkita aylanadan iborat, shundaymi? baraban va tayoqchalar qolyapti. Nog'ora va tayoqchalar. Nog'ora va tayoqchalar bu menimcha 5 raqam, ha? Qarang. U 5 raqamini yozdi. Pastki doirasini nog'ora desak, tepasidagilar tayoqchalar. Demak, avtomobil raqami 235 ekaniga ishonchingiz komilmi? Raqam? Men hech qanaqa raqamni ko'rganim yo'q. Lekin aniq bilaman, o'sha joyda mana shu narsalar bo'lgan. Yo'qsa bunaqa yozmagan bo'lardim. Menimcha mana shu joydagi tashbihlar juda zo'r chiqqan. Nima deb o'ylaysiz? 2 kundan so'ng Mezlik Neratnikiga kirib o'tdi. Bu safar shoir uxlamayotgan ekan. Qandaydir bir qiz bilan o'tirgan ekan. Politsiya amaldorini o'tirg'izish uchun stul qidirib ancha ovora bo'ldi. Men bir rovga kirdim. O'sha avtomobilning raqami haqiqatan ham 235 ekan. Shuni aytmoqchi edim. Qanaqa avtomobil? Oq qush gardani, oq kishan, nog'oraning bir juft tayog'i va misli fojia nishoni. Singapur masalasida aytganingiz ham to'g'ri chiqdi. Avtomobil jigarrang ekan. Ha, ko'rdingizmi botiniy haqiqat nima? Istasangiz 2-3 ta she'rimni o'qib beraman. Endi tushuna olsangiz kerak ularni. Boshqa safar. Yana shunday vaziyat bo'lib qolsa. Kelishdikmi? Detektiv audio Adolat milliy huquqiy axborot markazi multimedia bo'limi tomonidan tayyorlandi. Ovozlashtirish guruhi: Surayyo Ablaqulova, Avazxon G'ofurov, Erkin Yunusov, Salohiddin Husniddinov, Dadajon Foziljonov, Ahmadjon Odilov, Madhiya Avazova, Sardor Isroilov, Xurshid Sultonov.